Uzoq yillardan beri qolib ketgan xavflik va qo'rqinchlik bo'lgan zavodga biz kirdik. Avvaliga biz hech narsadan qo'rqmadik. Ichkariga to'g'ridan-to'g'ri bostirib kirganimizdan keyin haqiqiy qo'rquvlar boshlandi. Birinchi o'rinda biz bino ichkarisiga kirish uchun eshiklarni topdik. Hammasi yopiq va biz ichkariga kirish uchun yo'llarni qidirishni boshladik. Tegma, majburladilaring. Kirmayman dedim. Biz tavakkal qilib binoni orqa tarafiga o'tdik. Juda ham qorong'ulik. O'tda nima bor, jinnimisizlar? Diqqatim yo'q. Azam. Va nihoyat biz binoga kirish yo'llarini topdik va biz ichkariga kirdik. Bino 2 qavatdan iborat ekan. Biz 2-qavatiga chiqib ko'rdik. O'zing kuzatib bor. Ha? Mana o'zing kuzatib bor, iltimos. Nimaga? Voy, chiqay shotdan. Men va'da beraman, yaxshi kontentni olaman. 2-qavatga chiqqanimizda u yerda har xil xonalar, birida hojatxona ham bor edi. Kiyinadigan joy ekan. Yo'q, hojatxona. Xonalarni tekshirib yurganimizdan shu narsani tushundikki, bu bino ancha yillar oldin ishlagan. Nima bo'ldi? Eshitding? Ya, bolam. Ketolmayman ham deyman. Har xil tovush va ovozlar eshitilgandan keyin biz o'zimiz ham ko'p yura olmadik. Bu yerdan chiqib ketishga qaror qildik. Bunga qiziq bo'lgan kontentni qilib berding, bo'ldi. Bu yog'iga ketdik, tezroq biletini Amerikaga. Men mazoq turdim vaqtda. Manimcha bu yerda odam o'lganlar ham bo'lishi mumkin. Chunki sasib o'tdi.